Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ha o'g'lim, tinchlikmi? 3-4 kundan beri kayfiyating yo'q. Ada hozir ko'ryapsiz, tayinli ishim ham bo'lmayapti. Sizga ham tayinli qarolmayapman. O'shanga bitta arendaga arzonroq mashina olib haydasam, o'shanga nima deysiz? O'g'lim, arendani ish qiyin bo'lsa, hozir benzin, gazlar muammo bo'lsa, qiynalib qolmaysanmi? Keyin bilan bir gaplashmadingmi? Ukamni o'zini oilasi bo'lsa, unga yuk bo'lib nima qilaman? Ha, bo'pti, gaplashamiz. Sen uyga kiraver. Ada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ada, tinchlikmi? Ishxonamga kelibsiz. Telefon qilmaysizmi? O'zim borardim. Siz kimsiz-u? Biz kimmiz? Katta korxonaning xo'jayini bo'lsangiz, men-ku mayli. Okeydan oxirgi marta qachon xabar olding? Ada, mana shu akamni temasi bilan borib xit qilib yordingiz. Ho'kizdek odam. Nimasidan xabar olaman? O'g'lim, jigaring-ku axir. Ada, yosh bolani gapini gapirmasangiz-chi. Bu darajaga erishishimni akam yonimda bo'lmagan-ku. O'g'lim, sen yosh paytingni eslolmaysan. Rahmatli onang o'tgandan keyin qattin shamollab 7 oy komada yotgansan. Keyin o'sha paytda o'zini oilasiga qaramay, sen siyib qo'yib, chichib qo'yib yotganingda faqat senga qaragan. O'g'lim, men senga bunaqa tarbiya berganman deb o'ylamagan edim. Xulosa o'zingdan o'g'lim.